Oldiga keldimiz ham ko'rib qo'ygan odamni qaranglar. Alloh yaxshi ko'rgan odamlarini Madina Munavvarada, Makkada uchrashtiradi. Bitta duo qiling. Avvalo yurtimizni ko'rsatmasin. Amin. Hamma hojotalarni Alloh o'zi qo'llasin. Amin. Hammamiz qilayotgan mana shu amallarimizni Alloh o'zi qabul qilib, onadan tug'ilgandek bo'lib, pokiza bo'lib qaytishimizni Alloh nasib qilsin. Amin. Saodatini bersin. Avvalambor yurtimizni, xonadonimizni, oilamizni Alloh o'z panohida asrasin. Mo'minlarni panohida asrasin. Mo'min musulmonlarni birlashtirsin. Amin. Qadon yorug' siyloy, ishlarimizni chiroyli ikki dunyo saodatini berib, Jannati Firdav, Jannati Naim bog'laridan joy bersin. Mashalloh. Alloh hammaga nasib qilsin joylarga. Amin. Muborak joylarga kelish nasib qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga to'g'ri salovatlar bo'lsin. Amin. Bizning salomlarimizni, hammamiz salomimizni Alloh yetkazsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Bu sharoitlarni yaratib bergan diniy qo'mita O'zbekiston prezidentiga katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Gostinsiyalar yoqdimi? Zo'r. Assalomu alaykum azizlar. Bizning bir ajoyib kompaniya 8 yilga yaqinlashdi. Ko'p kishilar bu yerda katta daromad qilyapti. Bironta kishi norizo bo'lgani yo'q. Bir marotaba sarmoya kiritasiz va faqat daromad qilasiz. Sizning ishingiz bu yerda faqat odam chaqirish. 2 ta odam chaqirganingizdan keyin sizning sarmoya kiritgan pulingiz balansingizda ko'rinadi. Bemalol yechib olasiz. 3 ta odam chaqirsangiz 300, 4 ta odam chaqirsangiz $450 daromad qilasiz. Qiziqmi? Marhamat. Qiziqsangiz profilimda raqamim, Telegram lichkam bor. Men bilan bog'laning. Marhamat, kutaman.